Kecha qayerda edingiz? Kechami? Kecha qayerda edingiz? Xullas bolaga yetdim. Saunaga bormay o'tirdim. Kimlar? O'tkir bilan Asqarga dachaga ketayotdik. Keyinchi. Keyin mashina buzilib o'tiribdi-da. Keyinchi. Ustaxonaga bordik. Borsa kiyim-kechak bozor bo'yapti. Keyinchi? Keyin meva bozorga kiruvdik. Ikkita qiz kutib oldi. Ey dedi, meni aralashtirmalaring, uyda guldek xotinim kutib turibdi dedi. Lekin olib kirib ketishdi. Keyinchi? Yechintirdik. Farali alishgan ekan. Baprab o'ziniki emas ekan. Shundoq yechintirsak, Ikkita katta onar turibdi-da. Nima bo'lsa bo'lar deb turib, shunday tishladim. voydat deb anu qizlar yugurib yuribdi-da, o'tkir orqasidan qulab yuribdi-da. Men aytdim, "Ey dedim, xotinlarimiz bor dedim. Bizga yarashmaydi bunaqa ish deb aytdim ularga." Siz shunaqa deysizmi? Ani men ham deymanmi? Siz? Ey, nech pul ketsa ketsin, shuni qilaylik deb o'tkir turib oldi. Keyinchi. Soldik. Nimani soldingiz? Mevalarni pulni berdik-ku. Ishon, hech narsa qilganim yo'q. O'zim shunda uxlaganga soldimda, bundoq ko'zimni qiri bilan qarasam, ittarib yotibdi-da, mashinani. Bor kuchi bilan itardi. Zavat bo'lmadi. Shunday meva-chevalar bilan kvartiraga borsam, Yikusi ham qizlarning oldidan chiqib kelyapti. Aldamayapsizmi?